Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozirgina Barselona Inter jamoalar o'rtasida Chempionlar Ligasining dastlabki yarim final birinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda kataloniyaliklar Inter bilan 3-3 hisobida durang o'ynadi. O'yin davomida Inter hisobda oldinda yurdi, Barselona esa hisobni tenglashtirish bilan ovora bo'ldi. Uchrashuvning oxirrog'ida Inter futbolchilari ajoyib tarzda qarshi hujumdan gol urishdi. Afsus, ofsayd bor ekan, ozgina ofsaydda qolib ketgan ekan Inter futbolchilari. Aks holda Barselona bu uchrashuvda yutqazish ham mumkin edi. Barselona to'pni egallab turish borasida har doimgidek katta ustunlikka ega bo'ldi, lekin Inter o'zining imkoniyatlaridan deyarli 100% foydalandi. Endi Italiyada bo'lib o'tadigan uchrashuv dahshat bo'ladi, chunki barcha masala endi Italiyada hal bo'ladi. Barselonaning Chempionlar Ligasi finaliga chiqish ehtimoli ozroq pasaydi, chunki Italiyada Inter yana qarshi hujumda tayanib o'ynashi mumkin, standartlarga tayanib o'ynashi mumkin va bundan foydalanib ketishi mumkin. Bugun 2 marotaba standartdan Barselona darvozasiga gol kiritdi. Inter ajoyib standartlardan foydalanmoqda, qarshi hujumda da ajoyib harakat qilmoqda. Barselona Italiyada ham hujumda o'ynaydi. Bu esa Interga qarshi hujumda ajoyib imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida menimcha Yamin Yamalni aytishimiz mumkin. Birinchi Interning golga javob golni urib hisobni tenglashtirdi va umuman boshqa vaziyatlarda Yamal yaqqol ajralib turibdi. Barselona futbolchilari La Liga doirasida uchrashuvni o'tkazadi. La Ligada 4 ochkolik farq bilan Realdan oldinda. Nima deyishimiz mumkin? Barselona uchun keyingi hafta juda og'ir hafta deyishimiz mumkin. Ham El Clasico bor, ham Interga qarshi uchrashuv.